kitobni hamchi maqsadli o'qishni o'rganish kerak. O'shanda ham kiradi bilim. Chunki o'sha maqsadli bo'ladi. Maqsadlarimizni har doim etaj taxlanib yotibdi. Sababi nimaga? Maqsadlarimiz har doim bitmas, tugalmas. Chunki tepada orzu bor. Qachon orzuga erishadi? Odam maqsaddan bir maqsaddan ikkinchi maqsadga shag'dam qadam bilan yurishni boshlasa. U maqsadlarga erishish uchun albatta ilm kerak. Ilm kerak, ishqibozchilik kerak. Entuziazm deydi ruschasiga. Ilmni qayerdan oladi? Ilmni kitobdan oladi. Chunki kitobning boshi bor, o'rtasi bor, oxiri bor. Oddiy kichkina kishini 15 sekundlik reelslardan ola olmaydi ilmni. Ilmni olish uchun o'sha maqsadli yondashsa, shundagina ilmga erishadi, o'sha maqsadi sari ham yo'li ochiladi va natijada 1-2 bo'ladi. Men ham juda ko'p kitoblar o'qiganman. Juda ko'p. Bu parallel ravishda hozirgi kunda ham kamida 2 kitob o'qiyman. Lekin hammasi maqsadli. Har bir sohani o'zini bilimli kitoblari bor. O'shani topa bilish kerak. Qiziqdingmi, o'sha soha qiziqtiradimi sen? O'sha soha yo'nalishida kitob o'qisa, ham bilim oshadi, ham dunyo qarashi kengayadi, ham tasavvur qilishi rivojlanadi. Ham so'z boyligi oshadi.